To'g'risini aytsam boru, seningcha o'zi mashtumga keldi-da. Qanaqa yashaysizlar u bilan? U qiz emas, u yalmog'iz u. U gulmas u. Tikkan. Bilasizmi? O'zicha aslida bor-u, qo'shiqchi bo'lish kerak emas. U ani konduktor bo'lib ishlash kerak edi. Ungacha ko'proq ani bekatlarda bor, astonib keladi. Qurt, pista, sigaret, nosvoy sotish yarashadi unga. Ashulachilik emas. Uning ovozi bor-u, ovoz karnay sunnadan farqi yo'q. Va qiladi-yu. Qo'shnaqa uning ovozi. Yo'q. Lekin klipdachi, chiqishiga ishonmang. U aslida hayot bor. Mana qo'yapti. Mana bitta shunaqa bo'lyapti. Kiyinishni umuman bilmaydi u. Mana siz boshqachasiz. Sizda eng kerakligi milliylik bor. Sochingizni qarang, o'rvaganingizni, chiroyingizni qarang. Siz mavdingiz shunaqa. Undaq qaliyam. Siz boshqachasiz. Siz chiroylisiz. Siz o'z kim tuqqan? Voy, bitingdan osin seni. Qirchiningdan 40 yorilgur. Guli? Ha! Hayat eşittir hep zaten